ayoli Hadicha roziyallohu anha onamiz amakilari Abu Talib o'tib ketgandan keyin behurmatlik oshkora bo'lib ketdi payg'ambarimiz alayhisalom. Hatto Ka'bani oldida namoz o'qib sajda qilib turganda Makka mushriklaridan Uqba degan odam bir hayvonni ichay-chavolarini chiqarib qonini yorib olib kelib Rasulullohning boshiga tashlab qo'ydi. Sizman bizni suyukli habibimiz, Robbimiz suygan, sevgan payg'ambarlarning xatma kunandasi, butun borliqni yaralishiga sabab bo'lgan zot payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Ka'bani oldida turib namoz o'qib sajda qilayotgan yerida ana shu Uqba ibn Abu Mu'ayt degan kofir mushrik payg'ambarimiz alayhisalomning boshlariga o'sha tuyani ichay-chavolari, qorinlari najosat to'ldirib qonini shunday boshiga tashlab qo'ydi. Payg'ambarimiz alayhisalom sajdadan boshini ko'tara olmadi. Omonatini saqlagan, ayoliga ishonmasdan Rasul alayhisalomga ishonib pullarini bergan savdogarlar ko'rib ham shuni boshidan shu najosatlarni olib qo'yay deb oldiga borib yordam ham bermadi, bera olmadi ham. Ko'rgan odam ezilar edi, bag'ri ezilar edi, ko'ziga yosh olardi, ammo Makka mushriklarining zulmi kuchaygani uchun birov borib haligini boshidan olishga jur'ati yetmas edi. Uzoq turib qoldilar payg'ambarimiz alayhisalom. Sajdada uzoq turib qoldilar. Shunda bir xizmatkor ayol bor ekan, yugurib borib payg'ambarimiz alayhisalomning huzurlariga shoshib pishib Rasul alayhisolatu vassalom uylariga kiruvdilar. Fatima Zahra onamiz, keling opa, tinchlikmi? Hol pishlab kelibsiz, nima bo'ldi? Tez yuring Fatima. Nima bo'ldi? Dadangizni boshini ustiga shunandaqa qilishdi. Sajdadan ko'tara olmay hozir yotibdi otangiz dedi. Hazrat Fatima Zahra onamiz uydan shunandaqa chopib chaqmoqni singari chiqdilar, qanday yetib borganini bilmadilar. Yalang'oyoq poyabzalsiz shunday yugurib borsalar, haqiqatda otangizlarni boshida sajdadan ko'tara olmaydi boshini. Hayvonni shunday najosat ichay-shavolari, qorinlari turibdi. Yugurib borib otani boshidan qiz Fatima Zahra onamiz qorinlarni olib, ichaylarni olib, qo'llariga degan yenglari bilan etaklarini bir chekkasini yirtib, Rasululloh alayhisalomning boshlarini, yuzlarini artib, bag'riga bosib, ho'ngirab, yig'lab yubordilar. Allohning payg'ambarini, olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotni shunday ko'yga solishdimi bular? Otajonim, otaginam deb yuzlarini qo'llari bilan silab, ko'zlarini silab, bag'rlariga bosib yig'lab, ota bola bir muddat quchoqlashib o'sha yerda turishdi. Otani farzand qizga bo'lgan mehrini qarang. Ana shunday Makka mushriklar tomonidan shunday xor holatga samoqchi bo'lib, shunday holatda turgan bo'lsalar ham payg'ambarimiz alayhisalom tabassum qilib Fatima Zahra onamizni ko'zidan oqayotgan yoshni muborak qo'llari bilan artib, jon bolam, ko'zingdan yosh oqsa bag'rim ezilib ketadi. Fatima qizim, Fatimaginam, ko'zingdan meni huzurimda yoshing tommasin bolam deb ko'zlarini artgan ekanlar. Otajonim, shunday holatda tursangiz, sizni shunday holatda ko'rib qanday yig'lamayin deb Fatima Zahra onamiz ham Rasul alayhisalom yuzlaridan silagan ekanlar.